La ilaha illalloh kalimasi azizlar. Bu afzal zikr. Rasulimiz alayhissalom aytadilar. Afzalul zikr la ilaha illalloh. Zikrlarning eng yaxshisi bu la ilaha illalloh kalimasi dedilar. Bu kalimani shunchaki aytib qo'ymasdan, balki yurakdan aytishingiz kerak. Aytadilarki, bir hikoyani sizlarga aytib beray. Aqoiddan talabalarga dars beradigan bir shayx allomalardan birlari, mana shu ustoz bir kuni bir to'tiqushni sotib kelibdi. To'tiqush bilasiz, nimani ko'p eshitsa shuni yodlab olib qaytaradi. Haligi ustozdan eshitaverganidan la ilaha illalloh kalimasini to'ti shunday o'ziga singdirib olibdiki, har bir harakatida la ilaha illalloh der ekan. Hatto uni darsga olib birga o'tirar ekan shayx. Ya'ni uning sayrashi mana shu kalima ekan. Chug'urlash emas. La ilaha illalloh. Shogirdlar aytibdilar. Bir kuni kelsa, ustoz yig'lab o'tirgan ekan. Ustozlarning yig'laganini ko'rgan shogirdlar hayron bo'lib, ustoz nega yig'layapsiz debdi. To'tiqushimni mushuk yeb qo'ydi debdi. Shunga shunchami ustoz debdi. Olib kelib beramiz sizga yangi to'ti debdi. Ustoz aytibdi, yig'lashim boshqa narsaga. To'tiqush la ilaha illallohni necha oydan beri qaytaradi, doim shu kalimani aytar edi. Lekin mushuk yeyotganda u la ilaha illalloh demasdan faqat chug'urladi xolos. Nima uchun? Chunki u la ilaha illalloh uni faqat tiliga kirib yodlanib qolgan edi. Uni qalbida o'zi boshqa sayrash bor edi. Meni yig'layotganim, men necha yildan beri la ilaha illalloh kalimasidan dars beryapman, u jon berayotganda nima deb yuboraman ekan deb yig'layapman degan ekanlar. Allohdan ketar vaqtida mana shu kalimani aytishni so'rash kerak. Bilmaydi kim nima deyishlik. Kim bu kalimani qanday aytadi, hech kim bilmaydi. Buning uchun tilimizni doim mana shu kalimaga burishimiz kerak azizlar. Agarki odat bo'lmasdan boshqa odatlarga qo'shilib olsak, unda la ilaha illallohda o'rniga o'sha gapni aytadigan bo'lib qolamiz. Ana shuning uchun ham bu kalimani bugun biz afzalligi haqida gaplashar ekanmiz. Qayta zikrni shunga moyil qilishimiz kerak.